Xo'sh, assalomu alaykum. Mana biz yana ishimizni boshlab oldik. Nasib bo'lsa mana buni ham urib bo'lay deb qoldik. Mana hamsirasiga urib keturdik. Bu kishi mana shunday bo'lsin dedi. Asoschilari mana shuncha joydan olib beryapti. Narkis tomiz so'liq qo'shib o'chirib yotibdi. Hozir nasib bo'lsa bu kishiga men xuddi shunday qilib beramiz. Mana bu palvon degan narsani qo'yib beramiz. Nasib bo'lsa suv chiqarishlarni qo'yamiz. Nasib bo'lsa ishlarni tugatib oldik. Mana suv chiqarishlari. Nima qanday bo'ldi? Aytgaysiz, rahmat sizlarga. Bugun tug'ilgan kunim.